balg'am ko'chiruvchi preparatlarni kichik bolalarga berib, daji kattalarga berib, reanimatsiya holatlarigacha olib borganini bilarmidinglar? Og'irlashtirib qo'yib, oddiy kasalni murakkablashtirganini. Men sizlarga shu holatni tushuntirib beraman. Oddiy gripp bilan shamollagan odam yo'taladi, balg'am ko'chiruvchi preparatni juda ko'p berishadi. Atsa Ambraxol yo'talyapti deb, xirilyapti deb va bu holatda oddiy allergik yo'tallarga ham xirilashiga balg'am ko'chiruvchi preparatlarni berib, balg'am miqdori oshib ketishi va uni qayta o'ziga tiqilib qolib, aspiratsionniy pnevmoniya yoki obstruksiya nafas yo'li siqilib qolib, torayib qolib, даже miyaga gipoksiya bo'lib, hushdan ketib qolish holatlari ham kuzatilgan va kuzatiladi. O'shaning uchun tavsiya bermaymiz. Agar surunkali kasali bo'lmasa, o'pka o'zining drenaj funksiyasi sifatli bo'lsa, balg'am ko'chiruvchi preparatlarsiz davolashingiz tezroq, samarali bo'ladi va kasallikni murakkablashtirmaysizlar. Ya'ni shamollashib pnevmoniyaga o'tkazib yubormaysizlar. Oddiy gripp pnevmoniya bo'lib qolmaydi. Ko'pincha kichik bolalarda ko'rasizlar, 3 kunda o'pkasiga o'tib ketadi. Shu yerda dorilarga e'tibor qilinglar. Dorilarni o'zi pnevmoniya qilib qo'yishi mumkin, noto'g'ri davolatishlar hisobiga. O'shaning uchun tavsiya bermayman balg'am ko'chiruvchi preparatlarni berishni. Faqatgina malakali pulmonologlar nazoratida berishlarni tavsiya beraman. Sababi o'pkada drenaj funksiya o'zi normada o'pkada balg'am ishlab chiqaradi. Doimiy mana changdan nafas olamiz, o'pka o'zini tozalaydi. Shamollaganda, virus infeksiyami, boshqa bakterial infeksiyalardami bu holat sal kuchayadi. Biz o'sha infeksiyani chaqiruvchisini davolasak, yo'tal to'xtaydi. Bu eng to'g'ri yo'l. Bu pulmonolog meni fikrim va tavsiyam. Sog' bo'linglar va ehtiyot bo'linglar yo'tal dorilarda.